Ko'pchilik odamlar Instagram, TikTokdagi videolarni yuklab olib, uni YouTube ga joylashtirib, pul ishlab bo'lmaydi deyshadi. Lekin aslida buni yo'li bor. Bugun men sizlarga aynan mana shu sirli yo'lni ko'rsataman. Ya'ni siz Instagram, TikTokdagi kulguli mushuklarni videosini yuklab olib, uni ozgina montaj qilib, YouTube ga joylab pul ishlashingiz mumkin. Bugun esa sizga mana shu yo'nalishni to'liq obzor qilib, qanday video tayyorlashni ham tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Qani boshladik. Agarda siz hali ham YouTube da Amerikan kanal ochmagan bo'lsangiz, siz katta pul yo'qotyapsiz. Chunki hozir YouTube da kichik kanallar ham yaxshi daromad qilyapti. Lekin siz Amerikan kanalni noto'g'ri ochsangiz, u hech qachon rivojlanmaydi va daromadga chiqmaydi. Agarda siz shunday muammolarga duch kelishni istamasangiz, biz sizga professional Amerikan kanal ochib beramiz. Trenddagi daromadli yo'nalish tanlaymiz, unikal nom topamiz, sifatli banner avatarka tayyorlaymiz, Amerikan nomer bilan tasdiqlaymiz va eng muhimi, kanalingizni rekomendatsiyaga chiqadigan qilib professional so'zlab beramiz. Hamda sizni Amerikan YouTube bo'yicha yopiq Telegram kanalimizga qo'shamiz. Hoziroq YouTube kanal ochishga buyurtma berish uchun ekrandagi Telegram profilga Amerikan kanal so'zini yozing va biz sizga batafsil ma'lumot yuboramiz. Demak, birinchi kanalimiz nomi Cat Ranking Line deb nomlanadi. Ushbu kanalga e'tiboringizni qarating do'stlar, chunki ushbu kanalda prosmotr juda ham zo'r va video tayyorlash oson. Xo'p, masalan, bir kun oldingi videosi 200 ming, 100 ming, 350 ming, 700 ming, 800 ming, masalan 6 kun oldin joylagan videosi 2 million prosmotr olgan. Va boshqa videolari ham mana zo'r prosmotr oladi do'stlar. Даже mana yerda ko'rishingiz mumkin, 2 hafta oldingi videosi 5 million prosmotr ham olgan yoki 6 million 300 ming. Xullas, prosmotr zo'r va eng muhimi, ushbu yo'nalishda video tayyorlash ham juda ham oson do'stlar. Misol uchun kelinglar, ushbu oxirgi joylagan videosiga kirib ko'ramiz. Mana videoda yozilgan top 13 ta yoqimtoy mushukchalar. Taxminan nomi mana shunaqa qo'yilgan va do'stlar ko'rishingiz mumkin, bu yerda mana har xil chiziqchalar bor va mana shu joylarda 13 xil mushuklarni qo'yib beradi. Masalan, ko'rishingiz mumkin. Bu hozir 13-chisi. Odatda do'stlar, har bitta anusiga e'tibor berdim, videosiga birinchi kadrni sun'iy intellekt bilan qiladi. Ya'ni sun'iy intellekt bilan juda ham yoqimtoyini qo'yib qo'yadi odamlarning e'tiborini olish uchun. Undan keyingilari do'stlar realniy mushuklar. Mana e'tibor beringlar, birinchisi sun'iy intellekt, chunki bu hozir oyda turibdi menimcha. Oyda bunaqa kadr hali hech kim olmagan. Sun'iy intellektda qilingan. Va mana shundan keyin o'sha realniy o'sha mushuklarning videosi. Ko'ryapsizlar, fonda bitta muzika qo'yib qo'ygan va do'stlar, o'sha mushuklarni videosini internetdan topib, kesib olib, taxlab chiqyapti xolos. Mana har bitta kadr qo'yganida raqamini yozib ketyapti do'stlar. E'tibor beringlar, birinchidan boshlab 13 gacha emas, 13 dan boshlab birinchi o'ringacha mana shu videolarni qo'yib beryapti. Ya'ni eng oddiysidan eng qizig'igacha asta-sekinlik bilan tushib boryapti. Xuddi shu tarzda mana bitta videosi taxminan 1,5 daqiqa davom etar ekan va do'stlar, bitta video tayyor. Masalan, oylik statistikasini ko'rishimiz mumkin do'stlar. Ushbu kanalni o'zi oxirgi 1 oyda 55 million prosmotr to'plabdi. 55 million prosmotr bu do'stlar taxminan $2,5 ming atrofida pul degani. Yana bitta mana shunaqangi kanalga misol do'stlar, Moment Video deb nomlagan ushbu kanalning nomini. 175 ta video bilan 64 ming obunachi chiqqan ekan. Bu ham yomon emas va prosmotrlari ham do'stlar normalli, unaqangi yomon emas. Ya'ni masalan ko'rishingiz mumkin, 47 ming, 43 ming, 120 ming, 50 ming, 40 ming, 100 ming, shunaqa, ya'ni o'rtacha 50-100 ming prosmotr atrofida. Lekin mashhur videolarni ko'radigan bo'lsak, masalan 21 million prosmotr ham olgan. 1 oy oldin joylagan videosi do'stlar. Bu degani juda ham zo'r. Mana 3 hafta oldingi videosi 1 million 800 ming prosmotr olgan. Ya'ni bu kanal ham yaxshigina daromad qilyapti. Xuddi shunaqa yo'nalish bilan, faqat ozgina farq qiladi do'stlar. Ya'ni bunda ham montaj stili xuddi shunaqa mushuklar bilan videolar qiladi va do'stlar, bitta farqi faqat kulguli momentlarni qo'yadi. Mana ko'rishingiz mumkin, top 7 ta funny cat moments degan, ya'ni top 7 ta kulguli mushuklarning vaziyatlari. Va xuddi shunaqa har bitta videosi do'stlar bir xil mavzuda.
Va do'stlar, hech qanaqa ideya o'ylab topish shart emas, har xil montaj stil o'ylab topish shart emas. Prosta tak o'sha 7 ta kulguli momentlarni oladida, baholab turib, ketma-ketlikda qo'yib, bo'ldi, YouTube ga joylab boradi do'stlar. Shuni o'zi bilan mana ko'rishingiz mumkin, juda ham zo'r natija. Mana 1 oylik natijasini ko'ramiz. 28 million prosmotr ekan 1 oyda do'stlar. 28 million prosmotrga taxminan YouTube $1,500 atrofida pul to'laydi. Va menimcha shorts videolar joylab $1,500 oyga ishlash yomon bo'lmasa kerak. Misol uchun 3-kanalni ham olaylik do'stlar. Ushbu kanalda ozgina montaj qiyin va bundan oldingi videolarga qaraganda mavzulari ham murakkabroq. Masalan, bundan oldingi 2-kanalda faqat top 7 ta kulguli moment bo'lsa, bu yerda kulguli momentlar, lekin o'sha kulguli momentlarni ham har xil turlarga bo'lgan. Misol uchun ko'rishingiz mumkin, bu yerda qora mushuklarning kulguli momentlari yoki bo'lmasam mana bu yerda randomniy tarzdagi kulguli momentlar yoki masalan kulguli miyovlashi mushuklarni va xuddi shunga o'xshagan do'stlar har xil turlarga bo'lib chiqqan mana shu kulguli mushuklarni videolarini. 1 oy oldingi videosi 14 million, 1 oy oldingi videosi 13 million va 1 oy oldingi videosi 9 million prosmotr olgan. Ya'ni 1 oyda 3 ta 10 million atrofida prosmotr olgan videosi do'stlar. Bu juda ham zo'r prosmotr degani. Ya'ni videolaringiz qanchalik murakkab bo'lsa, konkurensiya shunchalik past bo'ladi va do'stlar prosmotr ko'p olish ehtimoli katta. Va do'stlar, mana statistikasini ko'rsak, bu kanalniki ham yomon emas. Ya'ni 17 million prosmotr to'plabdi oxirgi 1 oyda. Va do'stlar, 17 million prosmotr ham bu mana bu yerda yozilganidek $950, $1000 atrofidagi har oylik daromad degani. Va $1000 bitta shorts kanal bilan bu do'stlar yaxshi degani. Chunki siz bunday kanallardan 5 ta 10 ta qilishingiz ham mumkin. Mana do'stlar, navbatdagi ajoyib yo'nalishni ham o'rganib oldingiz. Agarda sizga mana shu yo'nalish ma'qul kelgan bo'lsa, siz hoziroq bizdan amerikanskiy YouTube kanal ochishga buyurtma berib, ertadan уже YouTube ga video joylashni boshlashingiz mumkin va bu orqali siz kelajakda juda ham yaxshi daromad qilsangiz bo'ladi. Va biz sizga qanday qilib daromad qilishni ham o'rgatamiz. Batafsil ma'lumot olish uchun Telegram manzilimizga YouTube kanal so'zini yozing va biz sizga Amerikan YouTube kanal ochish xizmatimiz haqida batafsil ma'lumot yuboramiz. Videoga like bosishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha